Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi sotadigan kvartiramiz sentrda, Asr to'yxona yoqda, Ideal market yoqda. Bu yog'i Stoyanka jarima maydoni yonida solingan domlar, 5 qavatli domlarning 5-etajida ilk xonali kvartiramiz sotilyapti. Ko'pchilik so'ragan sentrdan boshlang'ich to'lov 100 million atrofida bo'lsa ayt deganlar uchun 100 milliondan ham pesini chiqarib beryapmiz. Pesi bo'lganda da normalniy, arzon bahada tushyapti. Baholasi izimdagi kredit to'lab ketish sharti bilan sotilyapti. Adres aytib o'taman. Adres Asr to'yxonadan bu yoqqa Turga kiradigan ko'chasi bor. Asr to'yxona yonidan kirasiz. Ichkariga kirib kirasiz. Bu yog'i esa Ideal market. Ideal marketning orqa yog'ida, mana Saridomning bu yog'ida bo'ladi. Ket ko'chadan kelaman desangiz, Ket ko'chadan Anar kafe. Anar kafening to'g'risida ko'cha bor. Kirasiz, ko'cha bilan kelsangiz chap qo'lga jarima maydoni, hukumatning jarima maydonidan chap qo'lga aylansangiz, tap mening Stoyankaning mang'ayindagi seri toza solingan dom. Kvartiraning ichi bilan tanishtiramiz. Ikki xonali izini kreditni to'lab ketish sharti bilan baholarni oxirida tanishtirib o'tamiz. Ketdik. Kvartiraning kirish qismi bunday. Egalari почти yashamagan, sotib olganda vajarni qo'yib ketgan, hali hech kim yashamagan. Koridordan xonalarga bo'linadi. Bu yoqda mana vanna sanuzeli. Vanna sanuzelining ham ichi chiroyli deb kafelar zo'r etib osilgan. Aristonada bor, bu yoqda umnikatyoda bor. Mana kuxnyasi. Umnikatyoda bor, stabilizator qo'yilgan. Mebeli, gaz plitalarining yaxshisidan qo'yilgan. Ichkari ham siz kuxnyani ham buna remontlari ham zo'r. Bunda oppoq emas, bir seriya bo'lib, avvalgi qaytib o'xshab tayyorlab turibdi. Bu yog'i esa balkon. Balkondan bir shaharning atmosferasini ko'rib olamiz. Xonalarga o'tamiz endi bu yoqda. Mana bir xonasi, spalniy xona. Pollarni laminat bosilgan, zo'r laminatlar ham, yaxshi laminatlar. Aynalar akfa, atapinalar o'tib turibdi. Katyollar umnikatyor qo'yilgan. Katyollar общий emas. И mana zal. O zali. Vajarni ochib ketadi. Mana xolodilnigiga bor, stol nelari bor, ochib ketadi pardalarni mana siz. Shu qanday topshirilgan bo'lsa, shunday topshiriladi. Bahasi 85 million aytilyapti. Bizimdagi kreditni to'lab ketish sharti bilan krediti oylik to'lami 3 million atrofida. O'tgan yil kreditga chiqqan, hali 1 yil to'lmagan. Bizimdagini kreditini to'lab ketaverasiz. Kelib ko'rajaqlarga ko'rsatamiz. Telefon bo'ldi. 5-etajda ilk xonali kvartira. Tozadan, toza solingan, hali hech kim yashamagan esa, mana hech kim yashamagan domlardan topib ber deganlar uchun dom zo'r variant. 85 million aytyapti. Kami bor, qaytiladi, ustiga kelishadi.